Hürmetli vatandaşlar, işimiz davamlaştırımız. 2 minut nece soğuk düşüp gitti Turan Efendi geçirelim. Prezident mavzumundaq. Prezident Trump'ның məsləhətçisi. Cüngo hoş bolmaydigan bolsa, ulanı ağdırıp taşlayımız dedi. Mavzula xabar 12 ayının 6. günü Dovitor betide ilan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Bu mavzunun Xitay ismi mundaqken Telanfudi Govin Cungo Bugaoxin Jia Gaofan tamamdı. Xitay ismi şundaqken. Prezident Trump'ның iqtisad məsləhətçisi Amerika ənənəvi fondi cəmiyyətinin iqtisad alimi Stephen Moore növbətdə Prezident Trump'ның Prezident Sayyiğmin bilan tilpində sözləşkənligini aqladı. Stephen Moore mundaq görsətdi. Prezident Trump Beijing xuşal bolmaydigan xatarga qaramay Tayvan dairələri bilan tilpində sözləşdi. Doğru qıldı. Agar Cungo bununla narazı bulur iken ulanı ağdırıp taşlayımız dep görsət. BBC 12 ayının 6. günü xabar qilib mundaq görsətdi. Stephen Moore 5. günü Chicago WLS-AM 890. radyo stansiyası programmasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda yuqorqadek so'zladi. Stephen Moore mundaq ko'rsatdi. Tayvan bizning ittifoqdosh do'stimiz. Tayvan erkinlikka e'tiqod qiladi. Biz bu davlatni qo'llashimiz kerak. Biz ittifoqdosh do'stlarimizni qo'llashimiz kerak. Agar Jungo xo'sh bo'lmay, norozi bo'ladigan bo'lsa, undaqda ulanı ağdırıp taşlayımız. Moore mundaq ko'rsatdi. Biz Tayvan bilan bir safda turimiz. Biz Jungo'nun qilgan atganlarining sharqda urush qo'zg'ashdan derak beradiganligini his qilib yetdik. Biz Jungo'nun qilgan atganlarining sharqda, Iroq sharqda urush qo'zg'ashdan derak beradiganligini his qilib yetdik. Vaqt yetdi. Prezident Reagan'a o'xshash ojizlarni bo'zak qilganlarga, xuddi Prezident Reagan ojizlarni bo'zak qilganlarga, xuddi Prezident Reagan'a o'xshash yuz xatir qilmaymiz. Diqqat. Ojizlarni bo'zak qilganlarga, xuddi Prezident Reagan'a o'xshash yuz xatir qilmaymiz. Ularga yo'q deb javob beramiz. Yani bir takrorlab o'tay. Acizlarni bo'zak qilganlarga xuddi Prezident Reagandek yuz xatir qilmaymiz. Yani Prezident Reagan acizlarni bo'zak qilganlarga yuz xatir qilmadi. Biz shuni Prezident Reagandek yuz xatir qilmaymiz. Ularga yo'q deb javob beramiz. Endi biz ittifoqdosh do'stlarimiz bilan bir safda turamiz. Stephen Moore Prezident Trump gruppasidagilarning ichida nopozliq odamdir. Uning yana bir taraf muhim salohiyati konservativ an'ana fondi jamiyatining iqtisod olimi. An'ana fondi jamiyatining iqtisod olimi degan salohiyatdir. Stephen Moore Prezident Trump'ning boj elish planini tuzishga yordamlashgan iqtisodshunos. Xabarda mundaq ko'rsatildi. An'ana fondi jamiyati Cumhuriyetçiler Partisi'nin en mühim bilim gazetesidir. Bilim gazetesini kurup çıkan Ed Flanner bir Prezident Trump hukuk ötküzüp ölüş gruppasının azası. O 2015 yıl 10. ayda Tayvan'ı ziyaret kılıp şu çağda Sayyiğmin bilen görüşken. Yani An'ana Fondi bilim gazetesinin kurgucusu Tayvan'a verip Sayyiğmin hanım bilen görüşken 2015 yıl. Xabarlarga asoslanganda bu fond jamiyatining yana bir a'zosi Stephen Yates bu qatim ko'rishni ilgari surgan. Prezident Trump bilan Prezident Sayyiğminning tilpinda ko'rishishini ilgari surgan. Stephen Yates mu Prezident Trumpning siyosiy maslahatchi, Prezident Trumpning siyosiy maslahatchilaridan biridir. Biz yuqorida
Maslahatchilarning so'ziga so'zimdan o'tyapmiz, hurmatli vatandoshim sizlarga. Amerikada yangi saylangan prezident Trump 12 ayning 2 kuni Tayvanning prezident Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashdi. 1979-yilda Amerika bir Jungo siyosatini e'tirof qilgan kundan davomlashgan diplomatik qoidalarni buzib tashladi. Yani 1979-yılı Amerika Qo'shma Shtatlari Junxo Xalq Cumhuriyatining diplomatik munosabat o'rnatganda bir Jungo siyosati deb belgilagan deydi. Hozir bu diplomatik qoidalarni prezident Trump buzib tashladi. Beijing buning uchun Amerika Davlat Majlisiga noroziligini bildirgan emish. Amerikaning simliq televiziyasi CNN 5-kuni xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Tayvan masalasi Amerika Jungo munosabatida o'ylanishga mumkin bo'lmaydigan qizil siziq bo'lganlikdan Jungo balki Tayvanga qaratgan raketa o'rinlashtirishni kuchaytirishi mumkin. Filippinga yaqin Mechichao orolini harbiylashtirilishi mumkin. Tayvan bilan Jungo o'rtasidagi 3 qatnashni bekor qilish tadbirini qo'llanib, zarur topilganda Tayvanning harbiy kuchi bilan birlik keltirish iqtidorini isbotlashi mumkin. Demak, bu ishdan g'azablangan Jungo CNN Amerikaning simliq televiziyasi deydiki, yuqoridagi ishlarni qilishi mumkin. Biri Tayvanning qurol kuchi bilan hal qila oladigan iqtidorni ko'rishi mumkin. Ikkinchi Tayvan bilan Jungo o'rtasida 3 qatnashni bekor qilib o'tish mumkin. Shundaqla Filippinga yaqin Mechichao orolida harbiy aslaha qurishni yoki harbiy baza qurishni jiddiylashtirishi mumkin dedi. Bu Jungoning beradigan javobi ekan.